12 aprel kuni Vengriyada bo'lib o'tgan parlament saylovlari Yevropa Ittifoqida turlicha kutib olindi. Ayniqsa Yevropa Ittifoqi rahbariyati tomonidan mamnunlik ila qarshi olindi, chunki Vengriya Yevropa Ittifoqi tomonidan Ukrainaga moliyaviy va harbiy yordam ajratilishiga doim qarshi bo'lib chiqqan, Rossiyaga qarshi sanksiyalar joriy etilishiga teskari ovoz bergan, ya'ni har doim Rossiyani qo'llab-quvvatlab kelgan va ikkinchi tomondan doimo Yevropa Ittifoqi doirasida qabul qilinadigan qarorlarga o'zining skeptik munosabati bilan ajralib turgan va mana endi Fides partiyasi TISA partiyasiga, ya'ni Madyarning siyosiy partiyasi, ya'ni muxolif qanot partiyaga saylovlarda mag'lubiyatga uchradi. Bu birinchi marotaba, 16 yildan beri birinchi marotaba yuz beryapti. Va aytishimiz kerakki, o'sha Fides partiyasining rahbari Viktor Orban juda ham og'ir vazirli siyosatchi chiqib qoldi. 1998-yilda hokimiyat tepasiga kelgan siyosatchi atigi 4 yil hokimiyatni boshqara oldi va lekin 2010-yildan boshlab yana hokimiyat tepasiga qaytib, mana 16 yil davomida Vengriyaga rahbarlik qildi va Viktor Orbanning siyosiy karyerasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, hatto u o'zi aslida 1998-yilda liberal siyosatchi sifatida hokimiyat tepasiga kelgan bo'lsa, 2010-yildan boshlab uning siyosiy qarashlari o'zgara boshladi. Endi u mana shu siyosatning o'ng qanotiga o'tdi. O'ng qanotda bilamiz, konservatorlar, millatchi partiyalar va o'ta o'ng qanot siyosiy partiyalar turadi. Va ularning qarashlari albatta o'sha boshqa millatlarga nisbatan o'sha muxolifligi bilan, millatchiligi, o'ta millatchiligi, agressiv millatchiligi bilan ajralib turadi. Va aytishimiz kerakki, o'tgan yillar mobaynida uning siyosatini dastlabki davrlarda, hatto mana shu Ukraina urushi boshlangunigacha Viktor Orbanning pozitsiyasini, uning ilgari surayotgan populistik qarashlarini va olib borayotgan ichki va tashqi siyosatini xalq qizg'in qo'llab-quvvatladi. Lekin 2022-yildagi Rossiya-Ukraina urushidan keyin Viktor Orban ochiqchasiga Rossiya tarafida turdi. Ukrainani Yevropa hamjamiyati uchun, Yevropa birligi uchun asosiy to'siq sifatida ko'ra boshladi va hatto mana shu Yevropa tomonidan Ukrainaga mablag' ajratilayotgan paytda doimo o'zining qarshiligi bilan ajralib turdi va natijada mana shu Viktor Orban partiyasi va mana shu 16 yil hukmronlik qilgan davrda Vengriya avtoritarizm tomon yo'l ola boshladi. Ya'ni uning atrofida administratsiya vakillari davlat aktivlarini sotib olish bilan shug'ullandi. Sud organi, sud hokimiyati va prokuratura organlari aynan mana shu Fides partiyasi uchun, Orban partiyasi uchun ishlay boshladi. Mamlakatda korrupsiya avj oldi buning ortidan, yoki o'sha davlat hokimiyati organlarida tanish-bilishchilik, urug'aymoqchilik deymizmi, yoki mana shu poraxo'rlik va korrupsiya o'zining avjiga mindi. Natijada bu narsa mamlakatda aholining turmush tarziga salbiy ta'sir ko'rsata boshladi. Aholining hayoti og'irlashdi. Bundan tashqari o'sha ta'lim, meditsina sohasini sug'urtalashga mablag'lar kamaya boshladi. Bu nimada namoyon bo'ldi? Eng avvalo Fides Yevropa Ittifoqiga qarshi chiqqani uchun uning qarorlariga Yevropa Ittifoqi ham, ya'ni Bryussel tomonidan Vengriyadagi olib borilayotgan islohotlarga masalan 20 milliard yordam paketi ajratilishi kerak edi. Afsuski, mana shu partiyaning, Viktor Orbanning keskin siyosati tufayli Yevropa Ittifoqi 20 milliard yevrolik yordam paketini Vengriyaga ajratmadi. Bu esa oxir oqibat mana ko'rdik, 16 yillik tanaffusdan keyin
Fides partiyasi hokimiyatni yo'qotdi va uning o'rniga Madyarning partiyasi, ya'ni TISA partiyasi hokimiyat tepasiga keldi. TISA bir vaqtlar, hatto TISA partiyasining rahbari Madyar, bu Madyar familiyasi vengercha nomga tarjima qilinganda venger so'zi ma'nosini anglatadi. Va shu nuqtai nazardan aytganda Madyar yaqin o'sha 2000-yillarda ham talabalik paytida, hozirgi paytda u 45 yoshni qarshi olyapti. Va mana shu yoshlik chog'ida hatto Viktor Orbanning liberal qarashlarini baham ko'rgan va hatto mana shu partiyaga xayrixohlik qilgan. Endi Madyarning aytaylik kelib chiqishiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, u elita, Vengriya elita oilasidan, hatto uning ota-bobolari mamlakat prezidentligini egallagani, sud tizimida ishlashgani aytiladi va xullas bugungi kunda hatto Vengriya bosh vaziri Viktor Orban boshliq Fides partiyasi vakillari bilan uchrashuv chog'ida o'sha paytda talaba bo'lgan Madyar Viktor Orbanga savol bilan yuzlanadi uchrashuv chog'ida va mana shu uchrashuv chog'ida aytadiki, siz yaqin paytlargacha liberal siyosatchi edingiz, nega to'satdan qarashlaringizni o'zgartirib konservativ yo'nalishga o'tib oldingiz deganda, u Cherchillning bayonotidan keltiradiki, ya'ni inson yoki siyosatchi albatta liberal siyosat sifatida shakllanishi mumkin, lekin hayotning o'zi, hayotda toblanib uning masalan o'sha tajribasi ortganidan keyin albatta bu siyosatchi o'zining fikrini o'zgartirishi mumkin va ya'ni o'ng qanot kuchga aylanishi mumkin degan fikrini misol tariqasida keltiradi va Madyar albatta bu savolga javobidan qoniqish hosil qiladi. Lekin mana aytganimizdek, o'sha Vengriyada siyosiy partiyalar, o'nglar va so'llar o'rtasida mana kurash o'zining avjiga chiqqan paytda mana shu Ukraina urushiga kredit ajratish masalasida mana kelishmovchiliklar bo'ldi. Butun Yevropa va Ukraina elitasi mana shu Vengriyadagi liberallarni qo'llab-quvvatlashga qaror qildi va buning oqibatida mana Madyar boshqa kuchlar g'alaba qozondi, chunki mana birgina Ukraina rahbariyati Vengriyadagi hokimiyatni ag'darish uchun TISA partiyasiga har oyda keyingi 1 yil mobaynida 5 million yevrodan mablag' ajratilayotgani o'zining isbotini topdi. Hatto o'sha inkassatorlar mashinasi Vengriyada ushlandi va bu yerda tilla, ko'mish va boshqa o'sha qimmatbaho buyumlardan tashqari bir necha million, adashmasam 320 million dollardan ortiq mablag' musodara ham qilindi. Va aytish kerakki, mana shu Ukraina razvedkasining Yevropa ittifoqi tuzilmalariga kirib olganligi va ularga ta'sir ko'rsata olganligi sababli Vengriyada endi to'la ma'noda Ukraina sababchi deya ayta olmaymiz, lekin Orbanning konservativ siyosati yoki o'sha ijtimoiy muammolarni yechish uchun yetarli mablag' topa olmaganligi, Drujba quvuri orqali Ukrainadan neft importini, ya'ni o'sha Rossiya neftini eksport qilinishi borasida yetarli yutuqlarga erisha olmaganligi bois albatta mamlakatda iqtisodiy ijtimoiy vaziyat biroz yomonlashdi va aholi mana shu Madyarning siyosiy manifestiga ovoz berdi. Endi shu o'rinda Madyarning manifestlariga, siyosiy shiorlarga e'tiborni qaratadigan bo'lsak, u aytyapti, mening ustuvor vazifam birinchi navbatda Yevropa ittifoqi tuzilmalari bilan va Yevropa ittifoqidagi Germaniya va Polsha kabi munosabatlari yomonlashgan davlatlar bilan aloqalarni yaxshilash asosiy vazifa deyapti. Rossiya bilan uzoqlash siyosati olib boriladi, lekin biz 10 yilsiz Rossiya neft va gazidan voz kecha olmaymiz. Yevropa ittifoqi 2027-yilning 1-yanvaridan o'sha Rossiya energetik resurslardan voz kechishga qaror qilgan, lekin biz 10 yilsiz Rossiya
energiya resurslaridan voz kechmaymiz degan fikrni bildirdi. Bundan tashqari siyosiy masalalarga kelganda u aytayaptiki, endi bundan buyog'i mamlakat avtoritarizmga yo'l olmasligi uchun masalan bir siyosatchining ikki marotabadan ortiq bosh vazirlik lavozimini egallashga yo'l qo'ymaymiz deyapti. Ya'ni buning uchun unda imkoniyat bor. Mana parlament saylovlarida 3dan 2 qism ovozni oldi. Mening nazarimda bu yerda hali shanba kuni saylov natijalari, yakuniy natijalari e'lon qilinadi, lekin ayni paytda saylovning dastlabki natijalariga ko'ra 140 tacha o'rin olgan. Ya'ni bu parlamentda bor o'rinning 3dan 2 qismi. Demakki, u konstitutsion ko'pchilik ovozni egallayapti. Bir vaqtlar Ukrainada prezident Zelenskiy masalan 2019-yilda juda ko'pchilik o'rinni egallab, hatto prezidentlik lavozimidan tashqari Oliy Radadagi qonunlarni hech qaysi bir siyosiy partiyaning yordamisiz qabul qilish imkoniyatiga ega bo'lganda va shuning uchun ham mana hozir Madyarda juda ham kuchli imkoniyat bor. Endi u o'zi istagan qonunni siyosiy partiyasi yordamida qabul qilish imkoniyatiga ega. Ya'ni bu yerda hech kim veto huquqidan foydalana olmaydi agar Madyar xohlaydigan bo'lsa. Bundan tashqari u masalan sud tizimida yoki bosh prokuraturada masalan islohotlar o'tkazmoqchi. Bundan tashqari parlament saylovlaridan o'tib 30 kun davomida hukumatni shakllantirish talabini prezident oldiga kun tartibiga qo'ymoqda. Bu narsa endi u 2 oy yoki 3 oy o'tmas, balki 30 kun ichida Madyar o'zining hukumatini tuzish uchun harakat qiladi. Endi albatta bu saylovda emas, balki keyingi saylovlarda mana shunday tartib yo'lga qo'yilishi mumkin. Va endi Yevropa ittifoqi bilan munosabat yaxshilanganidan keyin albatta 20 milliard va'da qilingan yevro Vengriya iqtisodiyotini tiklash uchun jo'natilishi mumkin va bundan tashqari mamlakatda ijtimoiy yordam ko'lami oshiriladi. Mana hozir Vengriyaning amaldagi hukumati, ya'ni Orban hukumati ko'p bolali Venger ayollarining o'sha daromaddan olinadigan solig'ini bekor qilish, meditsina va ta'limni yengillashtirish borasidagi islohotlarni va'da qilgan edi, lekin bu va'dasini amalga oshirma olmadi. Endi Madyar mana shu va'dani amalga oshirishi kutilyapti. Xullas bugun mana shu ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy sohada TISA partiyasi juda katta o'sha olaylik va'dalarni, shiorlarni ilgari suryapti, lekin bu shiorlarni amalga oshirish albatta Vengriyaning yangi rahbariyati pragmatik siyosatni naqadar yurita olishiga bog'liq bo'lib qoladi. Endi buning oldida boya aytib o'tgandek, hech qanday to'siq yo'q. Istagan islohotini, istagan qonunlarini parlamentdan o'tkaza oladi. Va endi hamma narsa mana shu Madyarning siyosiy irodasiga, xohishiga bog'liq bo'lib qolyapti. Yevropa ittifoqi Vengriyadagi islohotlar uchun 20 milliard yevro pul ajratish kerak edi. Lekin mana shu Viktor Orban paytida hokimiyatning barcha tarmoqlari mustaqil bo'lish o'rniga prokuratura, sud organlari hukumatga deyarli bo'ysundirildi. Ya'ni Viktor Orban nimani aytsa, sud hokimiyati ham, prokuratura ham uning xohish irodasiga qarshi bormadi. Ya'ni mustaqil qarorlar qabul qila olmadi. Natijada Yevropa ittifoqi Vengriya avtoritarizmga yo'l olyapti va korrupsiya avj olyapti mamlakatda. Biz hozir bu yordamni to'xtatib turishimiz kerak degan xulosaga keldi. Va natijada mana shu Viktor Orban ma'muriyati har qancha talab qilsin, Yevropa ittifoqi tomonidan bu mablag' ajratilmadi. Endi Pyotr Madyar hokimiyat tepasiga kelganidan keyin ana shu pulni undirishga harakat qiladi. Ya'ni endi bu Yevropa ittifoqiga
yaqin siyosat olib boradi. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari va Rossiyaga tomon yo'naltirilgan siyosatdan voz kechib, u Yevropa ittifoqi tomon harakat qiladi. Va bir narsani esdan chiqarmaslik kerakki, Vengriyaning milliy pul birligi forint hisoblandi va Viktor Orban hokimiyat davrida bo'lgan paytda mana shu Yevropa ittifoqining yagona pul birligiga qo'shilishdan bosh tortib keldi. Ya'ni bu narsa endi ochiqni aytganda Yevropa ittifoqining juda ko'pchilik mamlakatlari yevroni qabul qilgan va bu albatta o'zaro savdoda hisob-kitobni osonlashtirgan va hech qanday muammo bo'lmagan. Lekin bugun o'sha Viktor Orban hukumatı ichki va tashqi siyosatda Yevropa ittifoqidan mustaqillik yo'lini tutdi va natijada o'sha forint pul birligi yevroga o'tmaganligi uchun, ya'ni yevro doirasiga Vengriya qo'shilmaganligi uchun iqtisodiy va moliyaviy tomondan ancha zarar ko'rdi. Masalan, shu moliyaviy inqiroz paytlarida ham bu narsa yaqqol sezildi. Global moliyaviy inqiroz paytida yoki Yevropa ittifoqi davlatlari bilan o'zaro savdoda ham juda ham Vengriya ko'p talofat ko'rdi. Bu narsa aholining turmush sharoitiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Aslida mana 16 yil mobaynida Yevropa mamlakatlari ichida masalan olaylik Viktor Orbanning obro' e'tibori reytingi butun Yevropa ittifoqi davlatlar liderlari ichida eng yuqorisi bo'lgan. Vengriya xalq qo'llab-quvvatlagan uni muhojirlikka qarshi siyosati, ya'ni o'sha Yaqin Sharqda yoki Afrika mamlakatlarida qurolli to'qnashuvlar yuz bergan, Ukrainada mana qurolli to'qnashuvlar yuz bergan paytlarda juda ko'pchilik odamlar, qochoqlar butun Yevropa davlatlariga tarqalib ketdi. Va mana shu paytda juda ham keskin siyosat yuritdiki, Vengriyaga imkoni bo'lsa qochoqlarni kiritmang degan. Va hatto Vengriya Yevropa ittifoqi orasida ukrainalik qochoqlarga imtiyozlar bermagan kam sonli davlatlardan biri hisoblanadi. Va shu nuqtai nazardan aytish mumkinki, bu o'sha mamlakatda turli siyosiy silkinishlarga imkon bermadi. Aholining juda ko'pchiligi mana shu muhojirlikka oid keskin siyosat tufayli Viktor Orbanni qo'llab-quvvatlashdi. Lekin mana shu keyingi Ukraina urushi o'zining yuqori cho'qqisiga chiqqan bir paytda yoki mana fevral oyida Erondagi keskinliklar paytidan boshlab mamlakatda oziq-ovqat narxlari o'sa boshladi. Energetik, masalan, benzin narxi oshib ketdi va boshqa muammolarni aytish mumkin. Bu narsa albatta oddiy aholining cho'ntagiga og'ir yuk bo'lib tushadi. Har qaysi mamlakatda ham agarki mana shu saylov arafasida narx-navo o'sadigan bo'lsa, aholi albatta o'sha amaldagi partiyaga emas, balki uning raqiblariga, muxolif partiyalarga ovoz bergan va bundan keyin ham shunday bo'lib qoldi. Mening nazarimda mana shu iqtisodiyot, aholining ijtimoiy ahvoli, uning yashash turmush tarzi qimmatlashgani, narx-navoning o'sgani Viktor Orbanning saylovlardagi mag'lubiyatiga sabab bo'ldi. Menimcha albatta Viktor Orban qamalish ehtimoli kam. Albatta u menimcha biror bir masalan jinoyatga yetaklaydigan hech qanaqangi bir olaylik bitimlarga yoki qarorlarga, farmonlarga imzo chekmagan. Albatta mana shu farmon yoki qaror qabul qilishda parlamentning ovoz berishidan keyin imzo qo'yganligini hisobiga oladigan bo'lsak, menimcha u hech qanday bir jinoiy javobgarlikka tortilmaydi. Balki bu yerda asosiy gap menimcha endi siyosiy islohotlarning davom ettirilishida bo'ladi. Ya'ni Pyotr Madyar asosiy e'tiborini yana bir ichki janjallarga, siyosiy to'qnashuvlarga emas, balki menimcha siyosiy va iqtisodiy islohotlarni o'tkazishga e'tiborni qaratadi. Menimcha bu Madyarning o'sha Viktor Orban bilan sudlashish yoki uni jinoiy javobgarlikka tortish yoki o'sha avvalgi davlat ma'muriyati vakillarini sud tomonidan ta'qib qilinishga qaratilgan harakatlar menimcha Vengriya jamiyatida bo'linishga
sabab bo'lishi va menimcha mamlakatdagi o'tkazilishi kutilayotgan islohotlarga zarba berishi mumkin. Shu nuqtai nazardan menimcha bu o'rinda Viktor Orbanga hech qanday bir siyosiy bosim ko'rsatilmaydi.